haqiqatda Qur'onni azizlar niyat qiling. Eng ozida niyat qiling, Alloh subhanahu va taolo o'zi ijobat eylaydi. Shunday sizga fursat, imkon beradiki, o'zingiz hayron qolasiz. Niyat qilgansiz, Alloh sizga shunaqa bir fath qilib, yo'llaringizni ochib, uni sabablarini yengil qilib qo'yadi. Mana hozirgina idoramizga, bo'limimizga, Qur'on bo'limimizga Buxorolik Shopirkondan bir ota keldilar. Mendan yoshroq ota. Eshiting. Ota subhanalloh 3 o'g'li, 3 farzandi, 1 o'g'il, 2 qizi hofizi kalamulloh ekan. Qanday baxtli ota. Bu yog'ini eshiting. Ha, ko'plarni 4 o'g'li ham qori-ku deysiz, lekin bu yog'ini eshiting. Niyatni qiling deb aytmoqchiman. Otasi qorilarni sevgan, Qur'on deb yashagan, o'zi Qur'on o'qishni bilmagan ekan. Uni otasi, hozirgi kelgan Shopirkonlik og'amizni otalari Qur'on o'qishni bilmagan ekanlarda, lekin Qur'onni sevgan ekanlar. Qay joyda qori bo'lsa borib duo olar ekanlar. Keyin o'g'illariga, o'g'lim, shu ishlaringga sal bir ora berib, ora-orada bo'lsa ham Qur'on o'rgansang. Mana men hozir ota Qur'onga bo'lgan muhabbati, Qur'ondagi sevgisi o'g'liga aytayaptilar. O'g'lim, meni endi ketar vaqtim bo'lib qoldi. Hayotimda Qur'on deb o'tdim. O'qishni bilmasamda seni o'rganadi deya duolar qildim. Qarang. Bolam men ketganimdan keyin eng bo'lmasam qorilarga bo'lsa ham iltimos qilib, buyurib orqamdan xatmi Qur'on qilib turgin bolam deya vasiyat qilyaptilar. Otani vasiyati deya u aka qorilarga iltimos qilib, u bu hadiyasini berib, ehsonini berib xatm Qur'on qildiribdilar. Bir qancha kun, oylar, balkim yil xatm Qur'on qildirib, oxiri iqtisodim bo'lmay qoldi dedilar. Qorilarga quruqdan quruq qildiraveramanmi? Otang bo'lgandan keyin o'zing qilda deb aytadi-da bular ham deya, o'zim o'rganishni boshladim dedilar. Qarang. Otani duosi niyatida. Keyin Qur'on o'qishni o'rganib oldim. Endi otamni bu vasiyati bo'lgan, shu bolalarimga o'rganay deya, shu o'g'limga, undan katta qizimga 8 sinfda o'qir ekan o'g'li. 8 sinf. 10 sinfda o'qiydigan qizlari, ularga 6 sinfda yana bir qizlari bor ekan. Ularga qarang o'rgatuvdim, keyin tepalarda turdim, ishimdan kelaman, ular maktabidan keladi, o'tiramiz, tepasida turish kerak ekan qori qilish uchun farzandni deydilar. Niyat otadan boshlangan. U otamning vasiyati deya qarang 3 farzandini ustida o'tirib, to'liq hofizi Qur'on bo'ldi. Hofizi Qur'on bo'lib ham qarang, amalini qarang. Hozir deydi, Allohning marhamati bilan har kuni uyimizda 3 ta xatm Qur'on bo'ladi deydi. 3 ta, har biri bir kunda bitta xatm qilmasdan, xatm Qur'on qilmasdan bo'ldi, u hayotimiz yo'q deydi. Bugun hamma desa, men bugun yo'lda o'qib keldi deydi. Buxorodan, Shopirkondan ziyoratimizga kelyapti. Maqsadi sizga bir oyat bo'lsa ham o'qib bersin, shajarangizga ulansin deydi. Bo'ldi, eshitamiz dedim. O'zimiz bu yoqqa shoshib turibmiz. Shu Buxorodan kelibdi, Shopirkondan kelibdi deya olib kirganim yaxshi bo'libdi. Ertaga keling deb o'rsak bo'lmasdi. Eshitib haligi bolani, mana shu men qiroatini eshitib og'zim ochilib qoldi. Nega? Shunaqangi o'rganibdi, qiroatni, tajvidni, o'sha otasi tepasida turib, eng to'g'ri qiroat, shu O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda eng to'g'ri qiroatni qilib berdi o'sha bola. Uncha bizdagi katta qorilardan ham tajvidi yaxshi edi. Shu darajada bo'ldiki, maylarni boshida keling dedim. Shu bolangizga avvalasi va men yaqnutdan o'qidi, Ahzob surasidan o'qidi. 2-3 oyat o'qib boshlaganda dedimki, agar
yana bir vaqt topib kelsalar, ba'zi kichik suralardan, qisqa suralardan ijozat beraman deya niyat qildim. Lekin sahifani so'ngigacha o'qiganda niyat qildimki, men shularga ajri savob men tarafdan ham, ularni ajri savobi menga o'tib, shularga bir Alloh bir nasibador qilib, ularga berib, bulardagi amalga Alloh meni sherik qilsin deya, agar maylarni boshida bir telefon qilsangiz, mana shunaqa ta'til kunlari, maktab yo'q kunlari kelsangiz, u bola qarang, aytaman, u bola maktabga ham boradi. Maktabda ham birinchilardan. Ta'til kunlari kelsangiz, men shu yigitga amma porasidan to'liq ijozat beraman degandim, hali ota yig'lavordi. Asli ota shu niyatda kelgan ekan, qarang. Biz qabul qilganimizga, shoshib turganimizga bizga uni aytishga jur'at qila olmagan. Ana otaning niyati. Har kuni uyimizda 3 ta xatm Qur'on bor deydi. Endi qarang, Buxoroga Shayxul Qurro bo'lgan Hamidulloh qorakamiz yuborilgan. Diniy idoramiz muftiy hazratlar tashabbuslari bilan Buxoro ahliga dars beradi. Hamidulloh qoraka 10 ta qiroat ijozati bo'lgan, 10 ta qiroatda payg'ambar alayhissalatu vassalomga silsilalari ulangan bir zot, ulug' zot. O'sha kishiga borib hatto o'qib berar ekan. Maktabdan bo'shab borib o'sha kishiga ham o'qib berar ekan. Shu sababdan tilovati aytganimdek eng to'g'ri qiroat, eng to'g'ri tilovat. Va men ham qabul qildim. Men sizga buni aytayotganligim, boyagi yigitni otasi nima deya niyat qilgan ekan? O'g'lim, men ko'p duo qildim. Otam ketganlarida men tilovat qilishni bilmasdim deydi. Lekin otam to'shakda yotib aytdilar: "O'g'lim, endi men umrim bityapti-yu, endi orqamdan sen tilovat qilib turar ekanmisan ish qilib. Eng bo'lmaganda shu qorlarni qo'liga bir hadiyasini, ihsonini berib, orqamdan xatm Qur'on qilib turgan bolam, faqat vasiyatim shu senga" degan ekanlar. Otani duosi ijobat bo'lib, haligi akani o'zi ham 10 necha bor yotib qo'yibdi, otani o'zi ham. 3 ta farzandni qori qilibdi uyida o'zi. Mana niyat. Domlamni so'zlaridan xursand bo'lganligimdan sizga bu so'zni yetkazayapman. O'sha zotni mana shu ikkita ko'zim ko'rdi hozir. Mana bo'limimizda shu Usmonxonlarim ko'rdi o'sha kishi ziyoratimizga kelganligini. Ajoyib. Yashasin o'shanday otalar. Ko'paysin o'shanday otalar. Bir-birlariga ilohim ulanib, bir-birlaridan mana shunday go'zal nasl davom etsin. Mana siz bilan mana inshaalloh bugunlik ma'ruzamiz, juma tezislarimizda